Bugün biz Amsterdam Dam meydanida Sharq Turkiston xalqining yaqinqi zaman tarixida ikki qatim, ya'ni 1930 yili 11 ayning 12 kuni Qashqarda va 1944 yili 11 ayning 12 kuni G'uljida qurgan Sharq Turkiston Cumhuriyatimizni xotirlash orqali dunyoga Sharq Turkistonliklarning, jumladan Uyg'ur millatining hurlikni orzu qildigan, o'z-o'zini boshqarish iqtidoriga, shundaqla yuksak demokratik ong'iga millat ekanligini namoyon qilgan va Sharq Turkiston xalqining mustaqillik irodasini dunyoga jakarlagan kunni eslab o'tamiz. Minglagan shahidlarimizning istiqollari badaliga qurilgan bu muqaddas jumhuriyatimiz yillardan buyon xalqimiz tarafidan bir angishlar ustida qadrlanib kelmoqda va chet ellarda her yili 11 ayning 12 kuni har xil shaklda Cumhuriyet günümüz hatırlanıp gelmekte. Çünkü bu işki Cumhuriyetimiz, vatanimiz Sharq Turkistonning milliy mustaqillik simvoli. Shundaqla bu işki Cumhuriyetimiz qoldirib ketgan qimmatli tajriba saboqlar va jangovar milliy ruh hozir biz davom qilib kelayotgan Sharq Turkiston mustaqillikning qabulnomasi va xalqimizning ruhiy uzquni iborat. Bu işki Cumhuriyetimizni her zaman yatib turish ve onun g'oyibani ro'yiga varislik qilish har bir Sharq Turkistonlikning milliy va vijdoniy burchidir. Yaqin zaman tariximizda qurgan bu ikki Sharq Turkiston Cumhuriyatimiz Sovet ittifoqining qo'l tiqishi va bevosita aralashishi bilan yo'q qilinib, vatanimiz Sharq Turkiston oxiri 1949 yili 10 ayning 20 kuni Xitoy kommunist hukumatining mustamlikasiga tushib qoldi. Xitoy hukumati Xitoy millatining bizden bo'lmaganlarning niyat yomon degan mafkurasi bo'yicha Sharq Turkiston xalqini eritib yo'qotish uchun Sharq Turkiston xalqiga 70 yillab kuchab bosmalasiyasi siyosatini yurgizgan bo'lsa-mu, ammo qaysar Sharq Turkiston xalqi, jumladan Uyg'ur xalqi bunga tuzuklanganlikdan razil niyatiga yetolmagan. Xitoy kommunist hukumati yovuz niyatini oshkorlab, bugungi kuni kelganda Sharq Turkistonda dunyo tarixida Gitlerdan keyin maydon kelib boqmagan Nazi jazo lagerini qurib, necha million Sharq Turkistonlikni jazo lagerida qiynab o'ldirmoqda. Organlarini o'g'irlab sotmoqda. Jumladan Sharq Turkiston xalqini millatidan, madaniyatidan, e'tiqodidan, hatto turmush usulidan voz kechib, Xitoy bo'lib yashashga majbur bo'lmoqda. Biz Sharq Turkistonliklar Xitoylarni sattin-sepil so'qib, bikin molat yashashga majbur qilgan qahramon millatning avlodlari. Biz tarixda Xitoylarga bosh egmagan, o'zimizning erkin, mustaqil davlatni qurib yashab kelgan Uyg'urlarning avlodlari. Afsus, tarix bugungi kuniga kelganda biz Sharq Turkistonliklar Xitoyning tarix intiqomiga duch keldik. Biz bu qatlamdan qutulib, yalla o'zimizning mustaqilligimizni asliga keltirish uchun davomli kurash qilamiz. Amine bir kuni o'zimizning mustaqillik davlatini qurib chiqa olamiz. Bu bizning jasoratimizga, fidokorligimizga, izchil tirishchanligimizga bog'liq. Chunki bizning to'mirimizda eqayotgan qon, shonliq tarix yaratgan ajdodlarimizning qini. Ruhimizga ajdodlarimizning hech nimdan qo'rqmas, ko'z tikmas, haqqoniyatchi ro'yisinga ruh. Yasson Sharq Turkiston mustaqilligi hammanglarniki diqqatli anglanglar, rahmat. Cumhuriyet günüge mübarek olsun.